Assalomu alaykum, sevimli sizlar. Qanavalaringlar yaxshimi? Tantiryapsizlar. Bugun biz o'qiyotgan kitobimiz Qiyadagi ovchining Ahuzori degan shu kitobning davomini o'qishni boshlaymiz. Bu kitob qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov bilan qozoq shoiri Muxtor Shahonovning suhbatlari asosida tayyorlangan kitob. Biz kitobning 6-bobi ko'zidan chiqqan bosh so'ngak degan shuni o'qiyotgandik. Davom qilaylik. Ya'ni bebaris haqidagi narsalarni o'qiyotgan. Shahonov bebarisning umr yo'lini tutib, dushmanlarining hujumidan qochib yot yerlarga, ya'ni Afrika, Arabiya, Kichik Osiyo va Yevropalarga ketganlar nihoyat ko'p bo'pti. Turklarning aşı o'g'illari ba'zida Qipchoq atalsa, ba'zida Mamlukiylar deb atalib keladi. Misr sultonining saqchilari bo'lishgan Mamlukiylar 1250-yili hammasi birlashib ko'tarilib chiqdi-da, O'rta Osiyolik Uboqni taxtga chiqardi. Mamlukiylar Misrni uzoq vaqt boshqargan bo'lib, ularning sulolasi 19-asrda Misrga Napoleon Bonaparte kelganga qadar davomlashgan. To'lib toshgan boyliqqa, boyasha turmushga cho'milgan mamluk boylari qattiq qarshilik ko'rsatib kelishmaganlikdan Napoleon oxiri Misrni besib oladi. U og'izda Murat Beyni sulton deb atagani bilan, amaliyotda o'zining Misrdagi vakili general Kilabar hukmdor edi. O'zaro qaslashgan mamlukiylar sultoni bilan fransuz generali oxiri bir-birini o'ltirib tinchiydi. Mamlukiylar askariy mahoratlarga pishiqligi va botirligiga qoyil bo'lgan Napoleon ulardan maxsus bir atraf tashkillab o'ziga qo'g'dog'ich qiladi. Shunday qilib, uning armiyasida otliq mamlukiylardan tarkib topgan yana bir qo'shin bo'ladi. Shahonov qozoq xalqining atoqli o'g'loni, ko'zga ko'ringan shoir O'lja Sulaymonov o'z vaqtida zo'r g'ulg'ul qo'zg'agan Osiyo degan kitobida bundoq bir qiziqarli voqeani yozadi. Men mamlukiylarning azobli hayotining oxirgi belgisini Korska, ya'ni O'rta dengizdagi orollar ekan. Korskaliklarning oltin burkutning ostida vayron bo'lganligining oxirgi belgisini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Moskva yenidagi To'pichanglik Konstantinpo bilan Fili o'rlashgan Setun to'pilikining olma bog'lari qaytib kelay. Setun rayonining odatdagi kunlarining biri cho'chaklardagi ajoyib voqealar yuz berdi. Qachondir bir chog'larda Napoleon Moskvaga qarab mangan yo'ldan ancha yiroq bo'lmagan, ya'ni qiziyotgan ishchilar vaqtning o'tishi bilan qardab ketgan noma'lum 3 tavutni tepib olib, yo'lning chetiga chiqarib qo'yishgan edi. Tavutning buzilgan qopqoqlari ochilib qaragan Setun rayonining aholilari chiroyli askarcha kiyimlarni kiyib tüp-tüz yetishgan miyatlarni ko'rishdi. Qurg'oq, qum ularning jismini ajoyib yaxshi saqlabdi. Ular chirimagan, qaramtul qalpoqlarining keynidan oq va butun tishlari ko'rinib turadi. Meyitlarning topallari ular askarlik qatorida turgandek tuz qo'yilgan. Qardab ketayotgan yuzlarida beg'am kulimsirash hozirgacha saqlanib qolgan. Birli yarashmag'ini ularning qosh kirpiklari butunlay tushib qolgan. Meyitlarning yuzining tuzilishi keng, ko'zlari osiyoliklarninkidek kichik edi. Formalaridan qaraganda ular mamluk atritining soldatlaridek turadi. Ular Napoleon Pokloniya teg'ida chiqqanda uni qo'g'diganlar bo'lsa kerak. Meyitning pukilgan qora qo'llarida ko'ko'ch rangli yalpoq uzuk bor bo'lib, uningga qipchoq bo'g'larining tamg'isi tushirilgan edi. Balkim bu uzuk qadimgi qipchoqlarning markaziy o'tirarning ko'chalaridagi jimg'ur zagarlarning birining qo'ldan chiqqandi. Hozir u shahar xaroblarining g'ishlari bilan eng esil naqshlarla qoldi. Bu uzukni o'lmas elning uzukini. U yasalgan daladan tatib Vengriya dalalari, Gevniya qeqirlari, Misr ihromlari, Vensiyaning suv bo'yidagi tashlarini besib o'tib, oxiri mushu Setun qor tuproqiga yetguncha qanchilag'an qo'llar taqimida deysiz? Aytmatov. Albatta. Cheksiz hokimiyat davridala tarixni tadqiq qilib yurgan o'ljisining ota-bobolarining bu meyitning tepilishi to'g'risida qayg'uga petib yozganlari yuqori qimmatga ega. Biroq Bobur bilan Ulug'bekdek el boshqargan insonlar haqida ko'p qiziqarli bayonlarni so'zlasak bo'ladi. Shoir, tarixchi, faylasuf Bobur Shoh Ulug' Mo'g'ul imperiyasining asoschisi. U Andijonda tug'ilgan. Tegtakti turk edi. Bobur Shoh ko'p qatim Amir Temur, Aqsoq Temurga o'xshashlar Afg'oniston va Hindistonga g'alaba bilan oyoqlashgan harbiy yurishlarni olib borgan.
11 yaşida qara yetim bo'lib qolsa-mu, uning mundaq o'ringa ega bo'lishi aslida qobiliyatlik, talantliq ekanligini bildirib turadi. Shundoq. O'ttir asrlarni tadqiq qilishgan tarixchi va yozuvchilar Bobur Shohning botirligi to'g'risida bir to'p kitob yozishdi. U o'zi yozgan Bobur nomli kitobi hozir dunyodagi ko'p tillarga tarjima qilinib, hozirgacha ahamiyatini yo'qotmagan tarixiy asar bo'lib qoldi. Shaxonov. Hozirgacha O'sh shahrining Sulaymon tog'ida Boburning uyi saqlanib kelmoqda. Bu yer dal ashu rivoyat bo'yicha ulug' yer deb qaraladi. Ulug' mazorlarni tavib qilib, ziyorat qilg'ili kelganlar shu uyga kelib Qur'on o'qishadi. Bu uyda ishlagan kishilar Qur'on o'qib qo'ymasdan o'tgan zamondan Boburning hayotidan hikoya so'zlab berishadi. Pokistonning zunglisi, musulmon dunyosiga tanilgan sayohatchi va jamoat arbobi Boburlarning avlodlarining biri Binazar Botto Qirg'izistonga diplomatik xizmat bilan kelganda o'zining bovisi yashagan va boshqargan tarixiy yerlardan bo'lib tavob qilib avlodlik majburiyatini ado qilgan. Ammo Amir Temurni tilga oladigan bo'lsak, uning ismi mangulik dunyodagi mashhur istilochi, ko'plagan qonliq urushlarning g'alaba qilg'uchi sifatida ma'lum. Uning nevarasi Ulug'bek cho'ng otasiga o'xshash askariy mahorat bilan emas, balki ilmga, madaniyatga alohida ko'ngil bo'lganligi bilan donglik. U tavallikidagi Samarqandni, Buxoroni, Mavaroun Nahrni o'z ichiga olgan yerlarni 37 yil boshqarib, hech bir qon to'kmasdilla burunqi egilagan chegarasini yanama kengaytgan. Qo'shni rayonlarda qon to'kilib, xalqlar bir-birini qirib yurgan vaqtlarda Ulug'bek Samarqandda rasatxona ichib, astronomiyani tadqiq qilib, osmondagi yulduzlarni tadqiq qilib, ko'plagan ulug' ilmiy kitoblarni yozgan. Uning ulug'ligi dal ashuningda edi. Aytmatov. Ulug'bek Jungodan Vizantiyagacha, Erondan Osmon imperiyasigacha bo'lgan rayonlardagi barliq olimlarni to'plab, ular bilan matematika, geometriya, tabiatni tonish bo'yicha bilimlarning ayrilib turish shartini tuzib, ko'zga ko'rinarli yangilik yaratgan. Adabiyot bilan go'zal san'atni qo'llab, madaniyatni gullab yashnatgan. Faqat Zijin degan astronomiyalik bir asr bilanla uning ismi asrlardan beri olimlar qatoridan ulug' o'rin olib kelmoqda. Bir otadan yaxshi balami, yomon balami tug'iladi. Shu vaqtdagi ilm-fan va madaniyatning cho'qqisiga chiqqan 55 yoshlik Ulug'bekni baxtga qarshi o'zining o'g'li hokimiyatni tortib olish uchun o'ldirib o'tadi. Kishilar dastlabki 1000 yillikdagi asarlarda dunyoni to'nib, o'ziga noma'lum yangi yerlarni ichib yashagan bo'lsa, o'ttir asrlarda shu ichilgan dunyoga hokimiyat yurgizish uchun bir-biri bilan urushib tinmay qon to'kib turgan. Ammo oxirgi 2-3 asrdan beri ular asli tigitekdining, bo'g'illarning o'ltiraqlashgan yerlariga qaytib, shu chegarasini muqimlab chetga chiqishmadi. Hammadan nayron qolarligi shu bir vaqtlarda dunyoni egallab olishga uringan xalqlar. İngilizlar, Fransuzlar, İspanlar, Arablar, Moğollar ve Müslüman qabileleri. Bu yerda Arab xalifligi bilan Osman imperiyasi davridagi musulmon qabilalarini demoqchi. Boshqa yurtlarda qancha asrlar bo'yi hokimiyat yurgizgan bo'lsa-mu, oxiri o'zlarining tug'ilgan yeriga, ota-bobolarining yeriga qaytishga majbur bo'lishdi. Shuning bilan yerni dunyoni bo'lib olish davrimi oxirlashdi. Shuning o'zila bir elni, bir yerni bir yo'lida yengishqa besilishga bo'lmaydiganligini, qancha qon to'kilmasin, qandoq cho'ng so'qish bo'lmasin, baribir biroq yengish aslo mumkin emasligini bildirib turibdi. Bu hayot darsini tarix o'zi tasdiqlagan. Biroq tarixda buning aksicha misollarmi bor. Masalan, Kolumbo Amerikani tunji qatim ochgan vaqtda u yerda 42 millionga yaqin indianlar yashagan bo'lsa, hozir ular butunlay yo'qolish girdobiga berib yetdi. Qozoq va qirg'izlar oxirgi asrlarda, bo'lib oxirgi vaqtlarda ko'p sinoqlarni boshdan kechirdi. Ammo hammadan yomon taqdir Jung'ar davlatlarining taqdiriga yezilibdi. Bir tarafdan Rossiya, ikkinchi tarafdan Jungo bilan o'zaro cheklashib, ular bilan davomli urushib yurib, oxirgi 2 asrda dunyo xaritasining ko'p qismidan butunlay yo'qolishga yuzlandi. Bu yerda o'ylantiradigan bir masala bor. Balkim shu faktlarning orqasida hozirgacha ichilmagan bir sir bor. Yoki hozirgacha hech kishiga ma'lum bo'lmagan muhim bir sabab bor. Ammo indiyalarni elib aytadigan bo'lsak, xavf ularga o'zining bir butun millat ekanligini unutib, qabilalarga bo'linayotgan vaqt keldi. Ular ichki nizolardan qutula olmay turib, mustamlikchilarning rayimsizlarcha erishiga uchirdi.
كون كۆز قاراشتىكى قەبىلە باشلىقلىرىنىڭ بىرلىشىش ئەمەسلىكى، رېئال ۋەزىيەتنى تونۇپ يېتىپ قايىل بولغۇسى كەلمەي، ھەر قاندىقى بىلەن قورال كۈچ ئارقىلىق سۆزلىشىشكە ھەرىكەت قىلىشقىنى ئىندىيانلارنى مۇنقەرزلىككە دۇچار قىلدى. شاخانوف: Biz Türkiye xalqlarının tarixidagi nihoyatda muhim ma'lumotlar ustida to'xtalib, ularning tegitakdi, tili va paydo bo'lishiga munosabatli masalalarga qarab chiqdik. Endi qozoq va qirg'iz xalqi ko'pi bevosita chetishgan savollarni cho'rlab so'zlayli. Bu ikki xalq yorilishidan qarindosh. Masalan, shajarlarga qaraganda balasi og'undan belik, belikdan ko'ltika xon, ko'ltika xondan Xakaz tug'ilgan, Xakaz xondan Alash va Talas degan ikki bola tug'iladi. Alash qozoqlarni boshqursa, Talas qirg'izlarni boshqaradi. Aytmatov: Qozoq qirg'iz xalqlarining tarixida o'rtaqliq, o'xshashlik taraflar ko'p. Biroq bu tarixning ko'pinchilari keyinchalik yozilgan. Ko'p ma'lumotlar qog'ozda emas, toshlarga o'yib yozilgan. Orxun Anasay yeziqlarida ko'ltigin bilan Tunyuq to'g'risida yozilib qolganligi bu xalqlarning qadimgi tegi bor ekanligining aniq dalili. Baxtga qarshi ko'p yeziqlar yo'qolgan. Ko'plagan qimmatli tarixiy toshlar tadqiqot olib boramiz degan bahona bilan chet tillarga olib chiqib ketilgan. Hozir ular muzeylarda turmoqda. Türk runik yazmaları bor taşlar Sankt-Peterburg, Angliya va Germaniyaning muzeylarida bor. Shaxonov: To'g'ri aytasiz. Men Aramtojdan Samay oblastiga elib kelingan balbal toshni va mantiq shilaq dalolardan tepilgan qadimki yiziqlar bor toshlarni ko'rgan edim. Aytmatov: Amir Temurning kelajak to'g'risidagi vasiyati yozilgan cho'ng toshmo Aramtojdan o'rin olgan. Shaxonov: Yo'qotgan narsalarimizni tepib, chechilganlarni yig'ib to'plab, o'tgan zamonlarda qalamqalashib ketgan madaniy yodgorliklarimizni ratlab oladigan davr keldi. Tarix bo'lib o'tgan bu voqealarning aniq, to'g'ri yozilishi va ratlanishi. Tarixning egasi xalq. Shundoq ekan biz tarixga bugungi kunning ko'zi bilan qarab muomala qilmasdan, har bir paketni, davrni o'z mezgiliga loyiq qarab, shu davrlarning izidan qo'g'lab o'tirganlar to'g'ri baho berib, o'z maqsadimizga yeta olamiz. Mening demoqchi bo'lganim 2-4 degandek, 2-4 degandek xalqlarning hammasiga ma'lum bo'lgan qirg'iz qozoq bir tuqqan degan bir so'z borku, buni biz o'ylab topganimiz yo'q. Buningdan ko'p asr ilgari bo'g'larimiz shundoq aytishgan. Qandaq ig'ir zamon, qiyin sinoqlar elbeshiq tushmasin, qirg'izlarmi, qozoqlarmi bo'g'lar vasiyat qoldirgan do'stlikqa, qarindoshlikqa shak keltirishgan emas. Bu hissiyot ikki elga barliq qiyinchiliklarni yengib ketishga yordam qildi. Biroq ikki xalq ichida o'xshashli ba'zida hammani yo'q chiqarilgan tekshirguchi arboblar doim chiqib turdi. Ular: "Ey, qirg'iz bilan qozoq qachon bir ota-onadan tug'ilgan ekan, qaysi asrda? Kim ularning kindikini kesibdi?" Biri Anasayda, ikkinchisi Sirdaryosidan Oltoy, O'ttiryer, Kaspiy dengiz bo'ylarigacha qo'yni oldiga selib ko'chib qo'nib yursa, qadimgi tarixda qandoq aytilgan, isbotinglar qani deb ishkalni bo'litishga harakat qilishdi. Amdiliqi bu kitob hurmat qilamiz. Bu ikki kitobda ikki millatninki tipik, ya'ni eng oldida turayotgan shoiri bilan yozuvchisi paranglashyotir-da. Hamda o'g'lim o'zi bilgan shu ikki millatni ham deyishidi. Lekin anglamoqqa yoki anglag'uvchilarga beradigan ta'siri mushu ikkisilar hammada muhim, butun nimaning egisidek boshqalarni bichirib qarib qo'yayotgandek tuyg'u berishi mumkin hamda. Lekin ularmi ilmiylik hurmat qilib, o'zi bildiganni, o'ziga ma'lum bo'lganni so'zlaydi. Aytmatov: Ikki xalqning do'stligini xohlamaydiganlar uchraydi. Qirg'izlarning qadimgi ota-bobolari milodiyadan burungi 3-asrlarda O'rta Osiyoda yashagan. Ular keyinchalik Anasay bo'ylariga ko'chib berishgan. Shaxonov: Oq kema povsida qirg'iz bola bilan qizchoqning dushmanlarning qo'g'lab tutilishidan qechib, bug'uga minib Anasaydan Alato'g'a kelganligi to'g'risida rivoyat bor. Bu rivoyatning orqasiga cho'ng bir tarixiy chilliq yoshiringan. Biroq qirg'izlarning qanday sabab bilan Sibiriyaga ko'chib ketishgan? Aytmatov: O'zini xalqning o'g'liman deb hisoblagan har bir kishi o'z xalqining tarixini bilishi zarur. Men qirg'iz xalqining o'g'li qatori uning tarixini bilishga tirishdim. Yer yuzidagi ko'plagan xalqlarga o'xshashlar qirg'izlarning o'z tili, davlati,
Xalq bo'lganlikdan biz ata-bobolarimizning kimligini, tog'larimiz va dalalarimizning tarixini bilishimiz kerak. Biz doim atalarning yer zaminini titratgan, düpür-düpür tuyoq ovozidan ne qadimgi davrlardan eslab, bir davrdan yana bir davrga ko'z solamizda, asrlarning chingi ostida qolib, sarg'ayib ketgan qadimgi varaqlar qiziqib, varaqlashga boshlaymiz. Xanzu, arab, poris, rus, nemis va ingliz qatorliqlar shu ko'p xalqlarning qadimgi yozmalarida qirg'iz degan xalqning ismi uchraydi. Bu xalq azaldan ko'p javr jafolarni boshdan kechirgan xalq. Balkim u Xudoga sig'inib yolg'irgandan keyinla Xudo o'z amri bilan uni vayron bo'lishdan saqlab qolgandir. Buni kim bilsin? Biz tarixda oqqalpoqliq al-qatori tunilganmiz. Shaxonov. Greklar qirg'izlarni xirgiz deysa, arab va farislar kirgiz, xirgiz, xirgir, xanzular giyankun, gegagun, sigu, kigu deb atashgan. Bularning hammasi birli xalqning har xil atalishi. Aytmatov. Shundoq. Qo'shni el Jungo bilan ba'zi do'st o'tsak, ba'zida urushib o'tganmiz. Biroq shularning yozmalaridagi milodiyadan burungi 3-asrning oxirgi tarixlarida qirg'iz degan etnik atalg'i uchraydi. U yozmalarda hozirgi Mong'oliyaning Qirg'iz Nur ko'lining bo'yida o'z oldiga millat bo'lib shakllangan qirg'iz xalqining yashaganligini bilalaymiz. Tarixiy materiallarda milodiydan burungi 2001-yili O'g'izxon ordusini g'arbga yetkazib ketib uchrab qolgan qirg'izlarni vayron qilganligi qayd qilinadi. Bu ma'lumotlardan qaraganda qirg'iz etnik atalg'usi Turkiya xalqlarining ichidagi eng dastlabkisi bo'lib, o'z oldiga bir nom bo'lgan. Sababi qirg'izlar milodiydan burungi 2000 yil ilgari O'rta Osiyo rayonida yashagan. Azaldan degan jumlalar esimga kelyotidi. Biroq mundaq tizli xulosa chiqarganda buningga qarim-qarshi savollar tug'iladi. Qirg'izlar milodiydan burungi 1000 yil ilgariki davrlarda Anasayda yashagan tursa, ular hozirgi Minuskinga qandoq qilib berib qolgan? Shu Minusniski qirg'izlari O'rta Osiyodagi qirg'izlarning avlodlarimi yoki butunlay boshqa xalqmi? Bu masala necha asrlardan beri yechilmay olimlarni o'yga solib kelmoqda. Paris olimi Gardizi Anasay qirg'izlari to'g'risida mundaq yozadi. Bu qirg'izlar o'lganlarning o'ligini indiyalarga o'xshash kuydirishidir. Ularning diniy tushunchasi bo'yicha o't eng pokiz narsa. U barliq narsani pokizlaydi. Uningga jin shayton yo'l olmaydi. O'lgan odam kuydirilgandan keyin barliq gunohlardan poklandi. Jungo tarixchilari qadimgi tarixiy yozmalarda Anasay qirg'izlari seriq chashliq, ko'k ko'zlik deb yozishadi. Qirg'izlarning O'rta Osiyoda millat sifatida shakllangan Sakon xalqlarining bir tarmog'i bo'lib hisoblandi. Ular ulug' ko'chish davrida Anasayga ko'chib berib, Dingling, Tura xalqi bilan aralashadi. Turalar temir ishlab chiqaradi, ammo qirg'izlar temirdan qurol yaroq yasashga noit usta deyilgan. O'rta asrdagi arab sayohatchisi Al-Idrisi Slaviyan xalqlariga aralashgan qirg'izlarning orasida hozirgacha qo'ng'ir chashliqlar, oq yuzliklar ko'p uchraydi deb yozgan. Ammo hozirgi qirg'izlar Slaviyalarga hech o'xshaydigan yeri yo'q bo'lib, ularning ko'rinishidan ko'pchilikning Mo'ng'ullardan ekanligi bilinib turadi. Tun yo'qliqning yozmalarida oldi bilan biz chik va oz degan xalqlarni bo'ysundirdik. Qirg'izlarga tun ichida qo'l silib tarmar qildik. Neyzi bilan o'zimizga keng yo'l ochdik degan sahifalar bor. Qadimgi vaqtda chik va oz xalqlari hozirgi tuvaliqlar turayotgan joyda yashashgan. Bilgi Xoqonning Askarbesh ko'l degan va shu ikki xalqni yengib, Sayan tog'laridan eshib, Minusiniskiy vodilariga yetib keladi-da, qirg'izlarga hujum qiladi. Biz nimani demayli, qirg'izlarning O'rta Osiyodami, Anasaydami yashaganligi bir tarixiy fakt. Menimcha qirg'izlar nima sabab bilan Anasayga ko'chib berishgan, kimlar bilan so'qishgan, keyin nima uchun qaytib ko'chib kelishga majbur bo'lishgan yoki qirg'izlar o'zligidan tug'ilgan yeri Alato'ga ko'chib kelishganmi? Bularni bas munozir qilib o'tirishning ancha zaruriyati yo'q. Ya bo'lmasa xalqlarning ulug' yer ko'chish davrida saklar bilan Vollarning Rim va Vizantiyada bo'lganligidan Karpat tog'lariga yetganligidan va yana Azu dengizining bo'yida yashaganliklaridan tanimizmi? Chingizxonning askarlari bilan so'qishtirib, ularning qo'g'lishi bilan qochgan Qo'tanxon boshchiligidagi qipchoqlar hozirgi Vengriya zaminiga joylashgan, kelishgan. Bundan 10 asr ilgari shu vaqtgacha Turan hokimchiligida yurgan turklar Marmar dengizi bo'ylariga ko'chib, Osmon imperiyasiga asos solgan. Türk xalqining bir tarmog'i bo'lgan Kavkaz, ya'ni Gagauzlar hozirgi ota-bobolarimizning asli yurtidan yiroqdagi Moldaviyada yashamoqda. Biz Uyg'ur, Fin xalqlari nima uchun hozirgi zamongacha Dashti qipchoq vodillarida yashaganligimizni unutishimiz kerak.
nima uchun unutishimiz kerak? Manasning otasi Jaqib 1000 yil ilgari Alato'dan Oltoyga ko'chib berib, keyingi xeyli vaqt o'tganda yana qarindoshlar qolgan o'z vataniga qaytib ko'chib keladi. Yaqinqi Sovet davrida turkmenlarning cho'ng qabilasi Amur daryo bo'ylariga ko'chirilib, shu yerda biroqla makonlashib yashab kelishmoqda. Biz bir xalq ba'zi sabablar tufaylidan o'z yeridan ko'chib, xilidan keyin qayta o'z vataniga qaytib kelsa, bu shu xalqmi yoki boshqa xalqmi deb talashimizmi? Kelgusida qirg'izlarning qanday sabab bilan Onasay bo'ylarida bo'lib qolganligini, qaysi asrda Olato'g'a qaytib ko'chib kelganligini aniqlashimiz kerak, albatta. Bugungi kitobni mushagicha o'qaylik, davomini davomli o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.